Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yoshlikka qaytamiz. Siz yoshlikka qaytasiz. Men o'zi yoshman-ku. Papam, meniki yulduzchalik. Yeb ko'ramiz. Bismillah. Qani ketdik. Tishim sinib ketmasa bo'ldi. Yoshligim esimga tushib ketdi. Yomon qattiq ekan. Ikkinchisini ayting. Popcorn o'zbekchasiga nima deylardi? Bodroq deyiladi bu, bodroq. Qani. Tushib ketdi. Rostdan ham zo'r ekan. Uchinchisi olmaqat. Yemaganimga ancha yillar bo'lib ketdi. Ochib ko'raylik. Hozir aniq tishim sinib ketadi. Pomada bo'lib qoldimi? Ha? Do'stlar, bu mana akam. Endi ko'proq video chiqarib turamiz. Shuning uchun bular profillarini pastda qoldirib qo'yaman. Kirib bir obuna bo'lib qo'ying, bir aktivimizni ko'rsatib qo'yaylik. Do'stlar, bu videoga bitta like bosib, Shirinliklarni yoqtiradigan do'stlaringizga yuborib qo'yamiz. Hammaga rahmat.